Assalomu alaykum. Yunusobod tumani Registon mahalladan 4 ta kottejimiz chiqyapti. 9 ta xona har bittasi plus podvol. Narxini boshidan aytaman, 370 ming startoviy. Bu mahallada bunaqa narxga uylar yo'q. Xo'p, darvozaxonamizda elektromobilga simlari bor. Kattagina navizasi ostida joylari, zeleniy zona. Marhamat, kattagina qilingan. Tepada terrasa, balkonlari hammasi qilib ketilgan. Tapchanni qo'yib mazza qilib o'tirsa bo'ladi. Tak. Sifat bilan remont qilingan. Kirganimizda kattagina hol bo'ladi. Remontiga ahamiyat beringlar. Deshovka narsalar ishlatilmagan, normalniy narsa ishlatilgan. Xudo xolisa, bu yerda ham panoramniy oyna, polniy katta oshxona mebellari, texnikalari hammasi qo'yib beriladi shu. Tak. Mana bu o'rtaga razdvijnoy oyna eshik qo'yib beriladi. Shunda alohida bo'ladi holda. Ikkinchi qavatga ko'tarilgan zinamiz. Tak, chap qo'lda zal. Zalda ham razmerlari kattagina. Bu yerda ham panoramniy oyna. Ustroylar ham kattagina chiqqan. Tak. Birinchi qavat uchun bu hojatxona alohida qilingan, mehmonlar uchun, ya'ni patologlar ham baland. Yonginasida bo'lsa, ota-onaga mo'ljallangan spalnyamiz. Marhamat. Kirganimizda o'ng qo'lda garderobnimiz bor. Hop, uyimizdan ozgina chalishlari bor, hammasi bitkazib beriladi. O'zining ichida sanuzuli bor. Shu kabinali. Tak, bu mahallada aytganimdek bunaqa narxi yo'q, chunki bu mahallada bir sotuv yer narxi eng kamida 65 ming, 70 ming. Tak, endi ikkinchi qavatga ko'tarilgan joyimiz. Yerini o'zini hisoblasanglar 200 mingga tushyapti. Qurilishi kamida 180 ming pul ketadi. Почти shu pulga borib qoladi. Tak, ikkinchi qavat chiqqanimizda o'ng qo'lda boshlaymiz. Sanuzol, общийsi bu. Yonida bitta spalnyamiz. Marhamat, bitta katta shkaflari kiyim idish uchun. Tak. O'zining ichida sanuzuli ham bor. O'shanda bu uyimizdacha 3 ta spalnyaning ichida o'zining sanuzuli bor. 3 ta spalnyaning ichida bu yerda detskiy bo'lyapti. 3 sotuvligiga qaramasdan hovlisi ham keng, planirovkasi ideal darajada chiqqan. Shaxsan o'zimga rostdan ham yoqdi degan. Toza o'zbekona. To'g'rida detskiy spalnyamiz. Mana detskiy bo'lsa ham xonalar anchagina katta ekan, balkonlari ham bor. Bu yerda ham panoramniy oyna. Bu yerda mana tepaga terrasaga o'tsa ham bo'ladi. Bemalol. Tepadagi 4-xonamiz bu ham kattalar yotoqxonasi. Razmerlari katta buni ham. Bu yerda ham katta balkonga, terrasaga chiqsa bo'ladi. Ustira o'ng qo'lda. Marhamat, garderobniy bo'ladi. Tak, endi o'zining ichida alohida sanuzuli ham bor. Tak, endi mansarda qismiga ko'tarilamiz. Mana mansarda qismi 3-etaj, podvoldan tashqari hisoblaganda kattagina hol bo'ladi. Oynalar ham takoy trigonik qilingan. O'ng qo'lda bitta xonamiz. Bu yerda ham detskiy spalnya qilib qo'ysa bo'ladi. Aytganimdek, ikkita oila uchun ham juda ham zo'r variant. Mana bu yerda yana bitta katta xonamiz. 3-xonamiz. Bunga plus mana holni ham qo'shamiz o'shanda. Umumiy yuvinish xonasi. Xudo xolisa cho'tga qilib qo'yilgan. Mana hamma narsa yaxshi narsada ishlatilgan, xudo xolisa. Like bosish esdan chiqmasin. Narxini boshida aytdim. 370 ming so'ralyapti. Ozgina o't beriladi yana. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.